Va bugun bir qancha yarim final bahslarini kuzatib boramiz. Ringda Sayfullo Sharipov, Tojikiston vakili, qizil shilta jang olib boradi. Uning raqibi Navoiydan Asad Xayruddinov. Ko'k burchakda. Ancha yaxshi qo'llab-quvvatlashyapti referi Qozog'istondan. Jang boshlandi. Tuzada qanday bosim uyushtirishga harakat qilyapti. Mana shunday ochiq jangga kirishib ketyapti raqibga qarshi. Menimcha ikki marotaba tizzada zarba berganligi uchun klinchda Qanbek Hameshli. Jangni kuzatishda davom etamiz. Biroz raqib 1-2 zarba yo'llagandan so'ng jahli chiqqandek bo'ldi G'ayriddinov. Keyinchalik keskin oldinga tashladi. Middle kicklar xavfli jigarga yo'llayapti ko'p. Qarama-qarshi zarbalar. Qo'llarni baland ko'targan holda oldinga qarab boryapti. Backfist o'tmadi, havoda qolib ketdi. Zada o'tyaptimi? Zarba yo'q. Lekin middle kicklar anchagina xavfli. Yaxshi chap qo'lon qo'l zarba. Aylanma zarba qoringa, yana tizzada zarba qo'yib yubordi. Masofani qisqartirgan holda mana shu jangga kirishib boryapti. Yana tizzada zarba. Har ikkisi birinchi raunddanoq bor kuchini berishga kelishib olishganmi bilmadim. Vah, o'tdi. Hozir jigarga zarba tizzada, ammo tosh beryapti. Sharipov yana bir zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi Xayruddinov, bu safar o'tmadi. Yana qoringa, mana shu tana qismiga, tanaga, qorniga bir qancha zarbalar yo'llashga urinmoqda. Aynan o'sha nuqtadan nokaut yuzaga keltirishga harakat qildi chamamda. Chap qo'lon qo'l zarba, mana bu jang. O'ng qo'l zarba perkot ortidan tojikistonlik jangchi ijrosida kim birinchi yiqiladi, kim dosh bera olmaydi mana shunday o'q otishmaga, Ke deb aytib o'tyapti. O'tkazib yubordi ko'p zarba. Haqiqam ofarin. Eng yaxshi raund yarim finallar orasida. Eng murosasiz raund bu. Bo'lib o'tgan janglar orasida menimcha ikkisi ham yana bir aytib o'taman, borni berishdi, jon jahdi bilan harakat qilishyapti. Yana bir bor ko'rishingiz mumkin. Yana qo'l zarba, undan so'ng ishga kirishdi va qoringa juda ko'p zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Qo'lda ham, tizzada ham yakunda. Og'ir, o'tdi. Shundan so'ng o'tdi degan so'zni eshitadi-da, keyin yana ko'proq zarbalar yo'llashga harakat qilaysiz. Ikkinchi raund. Jismoniy kuch birinchi o'ringa chiqadi hozir. Ochig'i bilmadim kimga raundni berishgan. İkinci round. Low kick. Jonlanyapti Sharipov. Xayruddinov umuman chap bermas ekan. Ketdi, ochiq jangga tayyor ekan. O'sha vaziyatda bir qancha zarbalar qabul qilib oldi. Qoringa zarba, haqiqon qo'lda zarba. Tizzaga yana zarba, qolib ketish mumkin emas. Bunday vaziyatda o'ng qo'l zarba, yana qo'l zarbalarini qabul qilib olyapti. Haddan tashqari ko'p. Boshga zarba. Middle kick o'tkazib yuboryapti.
Front kick. Jang davom ettirish mumkin. Chap qo'l yondirilgan zarba Xayriddinovdan, o'ng qo'l cross Xayriddinovdan. Tizzada himoyaga tegyapti zarba. Yana zarba boshga nima bo'ldi? Tortib bu zarba yo'llash mumkin emas. Albatta, cover yo'nalishida bu Muay Thai emas. Almashinu tavakkal bo'lyapti. Tavakkal bo'lyapti ana shu o'ng qo'l, chap qo'l zarbalar almashinuvi. Low kick. Yana ikkita zarba. Middle kick. O'ng qo'l zarba o'tdi, job qaytyapti darhol. O'ng qo'l, qo'llar ustidan. Og'dirib turgan zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi tojikistonlik kickbokschi. Yana jonlanishyapti, tizzada qoringa zarba. Charchash mumkin emas Asadbek. Va ikkinchi raund ham yakuniga yetmoqda. Takror lavhalarni ko'rdingiz do'stlar. Uchinchi raund. Low kick. Yaxshi kombinatsiya javob hujumida. Xayriddinovdan tizzada zarba, o'ng qo'l ikkita, yana tizzada zarba. Mana shunday almashinuvga qo'rqmasdan kiryapti. Raqib ham tomosha qilib o'tirganicha yo'q. Kombinatsiya. Bir baqiya qoldi. Shu kombinatsiyaning uchinchi zarbasi qabul qilinishiga. Tizzada o'tdi zarba, o'tdi. Yana bitta zarba, ikkinchisi o'tmadi, uchinchisi mo'ljalga boryapti. Va oldinga biroz harakat qilsa, raqib tezligi pasaydi mana shu 3 ta zarbadan so'ng. Middle kick. Tizzada zarba qoringa. Back fist yo'q. Chap qo'l yondirilma zarba. Kapa tushib ketyapti. O'ttiz 32 soniya. O'tkazib bo'ladi zarba. O'ng qo'l to'g'ri yo'nalgan zarba, javob darhol qaytyapti-da. Javobsiz qoldirmayapti odatda. Oyoqda bo'lish lozim. Qo'llarni pastga tushirib yuborish ham mumkin emas aslini olganda. Birinchi so'nggi 10 soniya. Tizzada qoringa zarba. O'ng qo'l, chap qo'l zarba va fantastik jang do'stlar, fantastik jang. Borini berishdi ikkisi. Borini.
yarim finalda. Chiqa olmadi. Har ikkisi qo'lni baland qo'ydiryapti, lekin g'olib bitta bo'ldi. Va u kim hozir bilib olamiz. Ikkisi ham haqli do'stlar. Tojikistonlik sportchi ham, mamlakatimiz vakili ham. Chunki qo'ldan kelganini qilishdi. Yorqin jang o'tkazishdi, yorqin. Haqiqiy professionallar. Kimni qo'lini baland ko'tarishadi, hozir ko'ramiz. Sayfullo Sharipov Javlon Madrimovga qarshi jang olib boradi. Finalda qiziq bo'ladi shubhasiz. Anchagina qiziqarli jang. Guvohiga bo'lamiz. kilogrammcha bo'lgan vazn toifasida finalchilarni aniqlab oldik. 65 ga o'tamiz.